Biz Turkmaniston chegarasidan bir 3-4 kilometr beriroqda turibmiz. To'g'ri piyoda Turkmanistonga o'tsa bo'lardi Eskitda. Ya'ni chegaragacha hozir 3-4 kilometr bor. Bu esa Yop, Shovot kanal deyiladi hozir. Eskitdan Shovot Yop deyilgan, ya'ni xorazmchasiga ariq yoki daryo desa bo'ladi. Bu esa bobolarimning uyi. Bobolarim ham asrlarki mana shu yerda yashashgan. Mana bu yerda molxonalari, uylari bo'lgan, dalalari bo'lgan, bog'lari bo'lgan. Atrofda umuman xo'jalik yo'q edi. Umuman bir tirik zot ham ko'rmasdik kelganimizda bolaligimda. Bu Yop to'lib toshib oqardi. Turkmanistonga qarab oqardi suvi. Turkmanistonga yaqinligi juda qiziqda. Men hatto molxonani ustiga chiqib, kechqurun qop-qorong'i bo'lganda bu yerda hech narsa ko'rinmaydi. Doshovuzni yog'dulari ko'rinib turardi. Ya'ni doshovuzni usti porlab turardi-da. Shu yerdan xuddi bir Las Vegasni tomosha qilgandek tomosha qilardim doshovuzni. Endi mana ikki davlat ayrilib qoldi bir-biridan, o'rtaga chegara tushdi. Hozir u yerga masalan avval amakilarim mol boqishga Turkmaniston yerlariga o'tgan bo'lsa, hozir o'tish olmaydi. Suv ham to'xtagan. Suv ham Turkmanistonga o'tmaydi. Mana ko'rib turganingizdek suv ham hozir muallaq turibdi. Bu suv faqat O'zbekistondagi mana shu Monoqdagi fermalar uchun, dalalar uchun sug'orish uchun beriladi. Suv turib qolgan. Ba'zida bundan ham kam bo'ladi. Bu hali yaxshi turishi. Oldin chegara bo'lmagani uchun xonlik paytida turkman qaroqchilari bu yerga juda ko'p hujum qilgan.